yurtdoshlarimiz, obunachilarimiz, mana navbatdagi chiroyli shohona fasonimizni o'z manziliga olib kelib, o'rnatib, usturovki joylarni yakunlab oldik. Bu darvozamizni qisqacha obzor qilib bersak sizlarga, darvozamiz o'zimizda Namangan viloyati 3 tumani Fayzobod qishlog'iga kelib qo'ydik. Fayzobod, Cho'tdek, Cho'tdi qishlog'iga kelib o'rnatib berdik. Darvozamizni razmerlariga birinchi o'rinda to'xtalsak, darvozaning razmerlari 375 eniga 390 bo'yiga bo'lgan. Bunga ishlatilgan materiallar past tomon oyog'ini pasti 10 ga 5 shivillar, yonlari 10 ga 10 brus profildan foydalanilgan. Bu profil stenasi qalin stenada bo'lgan, chunki darvozaning og'irligi nisbatiga qalin profil ishlatilgan. Zazorni yopish maqsadida 1.5 ga 1.5 polni qilib ishlatilgan. Darvoza 2 qavatli 3 qavat desak ham bo'laveradi. Nimaga 3 qavat deyapsiz deganlarga bu oldidagi bu element gullari, bunga ishlatilgan profillari mana 2 ga 2, 1.5 ga 1.5, 3 ga 2, 4 ga 2 hamma profildan polni oldi bezagiga fasonida bor. Shu rasmga biriga bir xudo xolasa chiqarib berdik. Polni mana ko'fka gullarida ham o'zi e'tibor berishlari mumkin. Mana shu ko'fka gullar ham o'zi 3-qavatga kiradi. Mana 2 ga 2, 1.5 ga 1.5, 1 ga 2 profillar polni oldida 3-qavatda xudo xolasa uyg'unlashadi. Nihoyatda chiroyli. Bu darvozaning tepa tomonidagi tahiyasi 60 sm tahiya. Loyiha bo'yicha chizib, loyihalarning hammasini birma-bir egalariga taqdim qilganmiz. Bu xonadon bizga begona emas, chunki o'zimizning jigarimiz, qarindoshimiz, eng yaqin ishongan insonimizni xonadonlarga qo'yib berdik. Alohida kalitga shu 75 ga aka chiqadi desam, yo Nodirbek menga o'sha ko'cha torligini nisbatiga kalitga ichida qilib beravering, boshni olib kirib chiqishga qiynalmaydi deganlarga alohida kalitkani mana qo'yib berilgan. Kalitkaning razmeri 80 sm bo'lgan. Ochilib yopishlari nihoyatda chiroyli. O'ziga yarashgan mana darvozaga haqiqiy patsiga tushgan zamonlargacha qo'yib berilgan. Ochilib yopishlari mana nihoyatda chiroyli. Endi darvozaning rangiga kelib to'xtalsak, darvozaning rangi xudo xolasa mokra asfalt bilan mana polni tilla rangdan nima qilib berilgan, ajratib berilgan. Shirshava gullari, ko'fka gullari, 1.5 ga 1.5 profillari polni ajratib berilgan tilla rangga. Chunki rasmda shunday bo'lganligi uchun mashinada chiqarib berdik. Rangi mokra asfalt o'zimga ham yoqdi. Nihoyatda o'sha devor kraska, mokra asfalt bir xil darnatomni sepilgan. Faqat 1.5 ga 1.5 profil bilan old yuzidagi ko'fka gullarga ajratib berilgan. Hop, darvozani orqa tomoni ham tekis bo'lgan, shumka qilingan, shpidr qilingan. Xudo xolasa uni ham hozir orqasini ham ko'rsatib o'tamiz. Darvozaning ichki profillari 6 ga 8 ga 4 profillar qo'l ishlagan, qalin stilda ishlatilgan. Darvozaning orqa tomonini ko'rsatib o'tamiz. Orqa tomon deganlarga, orqa tomonlarga mana bir xilda oldi kraska qanday bo'lsa, orqa tomoni ham xuddi shunday. Sentr zamon, hamma ishlab kelinayotgan sentr zamon. Shanlarga e'tibor berasizlar. Planka asosida polni o'sha 42-45 shanlardan foydalanilgan, ochilib yopilishlar nihoyatda yengil, plankalargacha quyib berilgan. Qanotlarning haqiqiy o'rniga o'lgan. To'xtagan yerda to'xtaydi, ochilib ketishi yo'q, yopilib ketishi yo'q. To'xtagan yerda qonat qotish kerak. Haqiqatan qonat to'xtagan yerda qotsa, o'sha darvoza tekis o'rnagan bo'ladi. Shundan bir bo'lsa bo'laveradi, darvozadan qonat bilan. Xonadon egalariga topshiramiz. Hozir qo'limizga olib turaylik. Hop, xonadon egalari o'zimizga qadrdon aytib o'tdi. Darvoza agar yoqqan bo'lsa, kraskalar yoqqan bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Tojikiston, Qirg'iziston, hop, Tojikistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga, mana shu yaqin atrofdagi chegaradosh qo'shnilarimizga xudo xolasa olib o'tib, xuddi mana shunday dastavka qilib o'rnatib beramiz. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Nimaga desalaring, sababi mana kecha Tojikistondan keldik. Bizda muammosi yo'q, olib o'tish boshqasi yo'q. Birga bir olib borib o'rnatib beraveramiz. Haqiqiy ishonchli, sifatli xudo xolasa, hali maqtanish boshqa emas. Qo'limizdan kelgancha ishonchlaringizni oqlaymiz. Darvozamiz rangi yoqqan bo'lsa, bir donadan layklayingni ayamas degan umiddamiz. Xudo xolasa endi xonadonimiz degansa videoga tushishlarining sababi bor, chunki unamadilar o'zlari. Endi Shomurodjon aka, yurib nasib qilsin darvozalar aka. Endi bir o'zingiz fikringizni bildirib olsangiz. Sizlarga mana
nima deydi, ishinglardan xursandmiz avvalambor. Biz o'ylagan, biz niyat qilgandek bir chiroyli dizaynda ham ranglar ham o'ziga yarasha bir ma'qul keldi. Xursand bo'ldik. Hop, yana sizlarda loyiha xizmatinglar borligi uchun mana loyihani oldin ko'rib oldik. Ichidan mana tanlab, mana shu dizaynni tanladik. Mana o'sha dizayneringizga yana qo'shimcha imkon boricha qo'shgan nimalaringiz mana o'ziga yarasha ochib, to'g'risini bir havas qilgida holatga kelganga avvalambor qo'l-qo'lida ko'riniz, rahmat deymiz. Aka, Do'rozani ko'ringiz bo'ldimi? Bo'ldi. Yo'q, realni aytavering, chunki sizni kuzatib turishibdi tomoshabinlarimiz. Sizni gapingiz bizga ishonch bo'ladi. Mana realni holatni xonadonimizda turibmiz aka. Chunki ko'ngil to'q. Aha. Albatta. Aka, rangi hamma yo'g'i bir gapi. Albatta. Ko'ringiz to'q, xursandmisiz? Siz xursand bo'lsam men xursand bo'laman. Qandilimdan bosib yurdinglar. Hamma yo'q mana materiallari o'sha aytgan materialda qo'lni ideal darajada, ranglari hamma yo'q aytgan darajada bo'ldi. Aka, buyurib nasib qilsin. To'ylarda qiling, hojlarga boring, opamlar bilan. Bola chaqalaringizni o'sha orzu havasini ko'rib, mana shu Do'rozalar doim xizmat qilsin aka, burilib. Hop, rahmat sizga ham. Sizga aka, buyurib nasib qilsin mana kalit. Endi topshirganni topshirib qo'yamiz aka, mashina topshirganni. Rahmat. Obunachilarimiz mana ko'rgan bo'lsalaring, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. O'zbekiston, Tojikiston yana bir hamma davlatlarga dastlabki bor. Olib borib o'rnatib beramiz. Ishonchlaringizni bemalol oqlaymiz, xudo xolasa. Kimga bu fasonmi, hayti fasonmi, aytgan fasonlaringni biriga bir chiqarib beramiz inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shodir aka, rahmat aka sizga. Xo'p. Baraka qilib qo'yaylik, rahmat. Xursand bo'lsangiz bo'ldi aka. Charcharang aka, gap yo'q.